Mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar-da. Kecha Saudiya Arabistonida ajoyib sud bo'ldi. Ikki aka-uka onasini talashib sudlashdi. Qiziq gapi. Onani birga yashashini istab aka-uka sudlashdi. Meros talashib emas, uy-joy talashib emas, yoki boshqa narsalar ilinjida emas, onasini talashdiki, man qarayman deya. Katta o'g'il yo'q, man qarayman, kichigi man qarayman. Onadan so'rashdi, ona qaysi biringizni tanlasam ham ikkalangiz ikki ko'zim siz dedi. Farzandim siz dedi. Alal xusus sud qaror chiqardi, kichik o'g'ilga qoldirdi. Katta o'g'il yig'layapti, Alloh mendan barakotimni oldi. Duogo'yi men bilan bo'lmaydimi endi? Men jannatni niyat qiluvdim. Men oxirigacha onam bilan bo'lmoqchi edim deb dod solib yig'layapti. Biz nima qilyapmiz? Onalarimiz qariyalar uyida, adalarimiz ko'chada xor. Nima qilyapmiz? Biz o'zbekmiz. Biza men shunaqa deb bilaman. Dunyodagi Men o'zim guvoh bo'lganman. Ko'zimni oldida oyi uydan chiqing. Bizlarni tinch qo'ying deganni men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Men bu uchun video ham chiqargandim. Ming afsus, ota-onasini vaqtida qadriga yetmagan bu dunyoda xor bo'lishi aniq. O'sha uchun vaqtida qadriga yetish kerak. Vaqtida kerak bo'lsa talashib xizmatini qilish kerak. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Sizlar bilan Muhammadjon Realtor.